alaykum, hurmatli ITV Akademik kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan birga yangi qarorga kiritilgan ITV Academic Plus imtihon haqida gaplashamiz. Bugun birinchi darsimiz davomida sizlar bilan birga aynan imtihonning strukturasi, imtihonda tushadigan savol turlari va imtihonning bo'limlari, namunaviy topshiriqlari yuzasidan gaplashib o'tamiz. Avvalambor keling ITEP Academic Plus imtihon haqida umumiy ma'lumot berib o'tsam, ITEP ya'ni International Test of English Proficiency, siz bilasiz, xuddi IELTS ga o'xshagan xalqaro ingliz tilini bilish darajasini baholovchi sertifikat hisoblanadi va xuddi o'sha IELTS qay darajada xalqaro universitetlarga qabul qilinsa, bu ham xuddi shunday qabul qilinadi. Keling endi ITEP Academic Plus imtihon haqida gaplashsak. Birinchi o'rinda hozir hammaga maslahat berardim. Bu yangi qaror bo'yicha, bilasiz, vazirlikning yangi qarori bo'yicha nafaqat bakalavrga kirishga, balki magistratura, doktorantura, o'qituvchilar uchun ishga kirishda, ishda ishlab qolishda, hattoki agar bundan C1 daraja oladigan bo'lsangiz, 50% ustamaga ham 100% o'tishi tasdiqlandi. Endi hozirgi kunda bu test turi unchalik bizda mashhur bo'lmaganligi uchun ko'pchilik topshirishga ikkilanadi. Sababi, birinchidan bu test turini hali marketingi yaxshi bo'lmagan. Bizda bilamiz, IELTSni aynan O'zbekistonga olib kirgan odamni marketingi zo'r bo'lgan. O'sha uchun ham hozir ko'pchilik IELTSga tayyorlanadi. Lekin ITEPda bitta kamchiligi bo'lgan, marketing yaxshi bo'lmagan. Shuni hisobiga ko'pchilik uchun notanish test turi bo'lib qolmoqda hozirgi kunga qadar. Ana endi ikkinchi mashhur bo'lmaganligini sababi, bilasiz, ITEP tayyorlaydigan o'qituvchilar soni juda ham kam. Misol uchun, o'tgan yili aynan mana shu ITEP kursini boshlagan paytimda hali biror yerdan ITEP o'qituvchisini topa olmagandim. Faqat ba'zi bir markazlargina aynan ITEPni o'zini official rasmiy test saytida onlayn kursi bor. Narxi $59 turadi. O'sha onlayn kursini qanchadir miqdorda pulga sotishardi. O'sha onlayn kursga a'zo qilib qo'yishardi. O'quvchilar o'zlari mustaqil o'rganishlari kerak edi. Va u onlayn kursda ham ko'p material yo'q. Shunchaki har bitta bo'limga bittadan qanaqa savol turlari tushadi va o'shanga bittadan namuna keltirilgan xolos. Ya'ni o'qituvchilar juda ham kam. O'shani hisobiga ko'pchilik qanaqa tayyorlanish kerakligini, materiallarni qayerdan olish kerakligini ko'p hollarda bila olmaydi. O'sha uchun ham ITEP Academic Plus imtihoni unchalik ham mashhur bo'lmagan. Lekin azizlar, hozir sizga test turini to'liq tushuntiraman. Siz o'zingiz bilib